Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi rolikimiz Urganch tumanida Elit House qurgan domlarimizda aziz yurtdoshlar 7-qavatında 2 xonali 62 kvadrat metr korobka holatidagi kvartiramiz sotuvga chiqdi. Aziz yurtdoshlar, shu kvartiramizni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Domimizni oldinda parkovkasi, besedkasidan bolalarga yaqindan muammosi yo'q. Lokatsiyasi aziz yurtdoshlar Urganch Shavot yo'li Raysenterdan kelishingiz, Raycenter postkoydan o'tganingizdan keyin Elit House qurgan domlarimizda bo'ladi yurtdoshlar. Dokumentidan muammosi yo'q, mashinalardan ham muammosi yo'q aziz yurtdoshlar. Yo'lni bo'yidagi domimiz. Shu kvartiramizda birga ko'rib chiqamiz. Qanasa ketdik. Aziz yurtdoshlar, liftlarimiz ham ishlab turibdi. 7-qavatga keldik. Liftdan chiqqanimizda o'ng tarafdagi kvartiramiz bo'ladi. Azizlar, bismillah deb giramiz. Bu yerda pirxo'ja zonamiz. Girish eshiklarimiz, elektrik montaj ishlari bitib turibdi. Podmayak suvoqlar ham qilinib, podmayak statsiyalar ham qilingan aziz yurtdoshlar. Girgandan hojatxonasi, sanuzeli, izlar, so'ng bu tarafda oshxonasi, zali, so'ng spalnisi. Bir yandan ko'rib o'tganimiz, aytganimizda elektrik montaj ishlari hamma bitib turibdi. Gelib sotib olaverasizlar. Yo'lni bo'yidagi domimiz, Elit House qurgan domlarimizdan birisida aziz yurtdoshlar, ochiq balkondan ega. Gelib turib remontni boshlab beraverasizlar. Podmayak statsiyasi, podmayak suvoqdan chiqib turibdi yurtdoshlar. Yerimiz Granniy zali 62 kvadrat metrli 2 xonali remont taraf kvartiramiz aziz yurtdoshlar. Piltalardan bostin turibdi. Okoynalarimiz ko'limli aziz yurtdoshlar. Gelib sotib olaverasizlar. Narximiz zo'r. Bog'chasi, maktablarga yaqin. Raycenter postkoydan o'tganingizdan keyin Urganch Shavot yo'lida qizil kirpishlardan bitib turgan Elit House qurgan domlarimiz bo'ladi bu. Yerimiz oshxonamiz, oshxonamizdan ochiq balkonga ega. Gazı, suv, svetinden muammosi yo'q aziz yurtdoshlar. Elektrik montaj ishlari sizlardan yaxshisini o'tirib ko'tdilar. Xo'sh, umuman gap yo'q. 62 kvadrat metri 6 milyon so'mdan aziz yurtdoshlar, общий kvadrat metri 372 milyon so'm pul oladi. Şimdi remont talab kvartira kadar bir insonlarga taklif qilib qo'yamiz. Gelib remont qilib olaverasizlar. Yerimiz sanuzeli azizlar, bu tarafı hojatxonasi, sanuzeli bu tarafı, hojatxonani bu tarafı kursanız ham bo'laveradi. Zo'r mastada joylashgan aziz yurtdoshlar. Narx ham chiroyli narxda. Lokatsiyasi ham zo'r. Dokumentidan muammosi yo'q, dokument 100% tayyor yurtdoshlar. Qiziqqan bo'lsa ekranda nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol telefon qilaversa, hammaga sog'lik, salomatlik tilayman qoldi. Xayrlashib qolamiz, sog' bo'ling.